Bundan 7 yil avval Chust tumanida 46 ta bog'cha faoliyat yuritardi. Ularga 3-7 yoshli bolalarning 24%, ya'ni 4996 nafari qamrab olingan edi. Xo'sh, bugunchi bugunga qadar tumandagi davlat bog'chalari 18 taga ko'paydi. O'tgan islohotlar davrida 287 ta oilaviy nodavlat, 2 ta xususiy, bitta davlat xususiy sherikchilik asosidagi jami 354 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti barpo etildi. Natijada qamrov ko'rsatkichi 2017-yilga nisbatan 16025 nafarga yoki 82.7% ga ortdi. Yaqinda tumandagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari yana bittaga ko'paydi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 33 yilligi arafasida Yettiqo'rg'on mahallasida 100 o'rinli Bebinova nomli davlat xususiy sherikchilik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti ish boshladi. Ushbu savobli ishga tadbirkor Mashhura Rajabova qo'l urdi. U o'z mablag'i hisobidan jami 2 milliard 300 million so'm sarflab, eng zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bo'lgan bog'cha barpo etdi. Natijada bu yerda 18 ta ish o'rni yaratilishi bilan birga 100 nafar tarbiyalanuvchi maktabgacha ta'limga qamrab olindi. Bog'chaning tantanali ochilish marosimida Chust tumani hokimi Baxtiyorjon Salimjonov, tuman jamoatchilik vakillari, mahalla faollari ishtirok etdi. Saidolim Abdurahmonov, Akbarjon Mansurov, Furqat Mahmudov viloyat maktabgacha va maktab ta'limi axborot xizmati uchun maxsus tayyorlandi.